Uylar buziladi deb kelib, chizib yozib ketishdi. Endi eshitsak buzilmasmish. Ba'zi gaplarga qaraganda siz to'xtatib qo'yganmishsiz. Manmi? Kim aytdi? Eshitdik-da, ota-onamning hovlisini buzdirmayman degan ekansiz. Sol aka, siz shu gaplarga ishondingizmi? Hukumat buzaman desa, so'rab o'tirarmikin? Men hukumatga kimman? Hech kimman. Odamlar gapirsa ishonaverdingizmi, Sol aka? Odamlar ahmoq emas. Sizni kimligingizni juda yaxshi bilamiz. Sen o'zing kimsan? Shu mahallaga bitta tosh qo'yganmisan? Kecha kelib bugun hamma yoqni sastib yurgan sanmisan? Sol aka, mamlakatga it yetaklab yuradigan odatingiz yo'q edi-ku. Agar mana bu mahallaga sig'mayotgan bo'lsa, ketiga bir tepinglar, kelgan joyiga borib tushsin. Asad, qo'lga qo'yadimi? San jim o'tir. Kimligimni manba bilmasa, sen bilarding-ku. Shunaqa gap bor desa, boshlab kelaverdingmi, Sol aka? Agar qo'limdan kelsa, endi buzdirmayman mahallani. Hamma yoq buzilib bo'ldi. Mamlakatlarni mahalladan yo'qoting. Mahallaning ishiga begona aralashmasin. Men begonaman. Yo'qole. Tor! Shahardagi mish-mish gaplar hammasi yolg'on ekan-da. Hosilboy keldi. Ko'rinishingiz tuppa-tuzuk. Hech kasalga o'xshamaysiz. Uzr, vaqtida xabar ololmadik. O'lmay turib sen sota xongireyga cho'qilibsan. Bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap. Butun sayz ushlab turgan odam men bilan menga so'z beradimi? Kim bilan o'ynashayotganingni bilasan qanchiq. Asadbekning gaplarini unutdingmi shu yerda? Shu yerda tug'ilib o'sib endi xongireyni tovonini yalaysanmi? Yo'q, men uning ishlaridan butunlay bexabarman, aka. Yorni ishontirdim deb o'ylaga. Qani beraroq. Agarda gumonlarim tasdiqlanguday bo'lsa, bilib qo'y, sug'ora olaman joningni. Endi bu yerdan qoraymoqchi. Yo'qol! Chaqirtirgan ekansiz? Kuni bitib qolganga o'xshaydi okaxonni. Gapim to'g'rimi? Do'stim Armon, siz uni ishini davom ettirishingiz mumkin. Yaxshi. Xohlagan kuningiz kech undan 12 daqiqa o'tguncha qariyani oldida hech kim bo'lmaydi. Men o'ylagandan ham o'tkir ekansiz. Bo'ladigan ishni tezroq bo'lgani yaxshi. Armon! Hozir omon bo'ling. Shomil, ketdik. Ertaga tunda 10 daqiqa vaqtimiz bor. Yaxshilab o'ylab ko'rdingmi? Xongirey ruxsat bergan. Asadbekning to'yida hammamiz bo'lishimiz kerak. Tushunmadim. Qanaqasiga bir paytda ham to'yda bo'lamiz, ham Armannikida. Ertaga to'yda soat 15 kam 10 da. Bittayni kayfing oshib qoladi. Shunda men olib chiqib ketib imo qilaman. Uni hojatxonaga olib borsanlar. Yuragim sezdi. Hosilbek salom etib bordi. Ishi bajarib 10:15 da to'yxonaga qaytib keladi. Armanning joyi jannatda bo'lsin. Bo'lsin. Mani ukamni otib ketishibdi. Qachon otib ketibdi? Hozir. Haydar, mana ukamni kimdir otib ketibdi. Hosil shu yerda. Ha, shu yerda. Bolalarichi? Hammasi shu yerda.